Assalomu alaykum muhojiratga aziz qarindoshlar. Men bu videoni qo'lim titirgan holatda sizlar bilan hamkorlashib turibman. Tailand turmishda yillardan beri yetayotgan 48 nafar Uyg'ur qarindishimiz Xitoy qaytarilish xavfi ostida qil ustida turibdi. Bu xabar Amerika Birlashma Ovozi xabar kanali tomonidan tarqatilgandan keyin WhatsApp to'pida shu Tailand turmishda yetayotgan qarindoshlarimiz 2 minutlik söz hamda harlab o'zlari nihoyatda xatarlik ahvolda ekanligini bayon qilib, muhojiratga barliq Uyg'urlardan va tashkilotlardan yordam qilgan 2 minutlik bir so'z chiqardi. Bu Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib kelayotgan barliq Sharq Turkistonliklar qo'lga yetdi deb anglayman. Endi shundan keyin men qo'limdan kelishicha shu yillardan beri Tailandlik qarindoshlarimga yordam qilib, moddiy va ma'naviy tarafdan qo'llab qarindoshlarimizning qiyinchiliklarini hal qilib kelayotgan qarindoshlarim bilan aloqaga o'tdim. Shu qarindoshlarimizmi bu ishning haqiqiy rost ekanligini, eng oxirgi bosqichga berib qolganligini dalillab, bu ishning haqiqatan nihoyat xatarli bir bosqichga berib qolganligini, qo'limizdan kelgan butun imkoniyat bilan Tailand konsulining oldiga chiqib, biz amaliy o'zimizningki noroziligini nihoyat kuchli shaklda buningga Tailand konsuliga bildirsak, ati o'gin tilimizni tishlab qolganligimiz, ya'ni Xitoyga 48 nafar qarindishimizni muhojirat turib o'tkazib yetganligimizni va shuning qarab turganligimizni, ayni vaqtda Hindoneziyadan nechilgan qarindoshlarimizni Xitoy qaytarib aketsa, ya'ni qarab turib, ya'ni qaytarilib bo'lgandan keyin namoyish qilganimizga o'xshayib bo'lib qolmaslik uchun jiddiy shaklda muhojiratga barliq Uyg'urlarni o'rnidan dasturib o'zining musulmonlik va Uyg'urlik vazifasini ado qilishga shu yaqinimizga da'vat qildi. Men sizlarni qarindoshlar barliq kuchinglar bilan o'zingizning bir kunlik vaqtini qo'yib barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarniki o'z yashayotgan davlatda Tailand konsulining oldiga chiqib bir kishilik namoyishini qilishni va shu qarindoshlarniki qaytarilib ketmaslik uchun uchinchi bir davlatga chiqib ketish uchun harakat qilishini barliq Sharq Turkistonlik Uyg'urlardan, musulmon qarindoshlarimdan va tashkilotlardan so'rayman. Qo'limizdan kelgan imkoniyat bo'yicha bu qarindoshlarimizni saqlab qolish uchun tirishaylik. Allah hammamizni qiyomat kuni bu qarindoshlarimiz uchun nima ish qilding deb so'raydi. Agar biz musulmon bo'lgan bo'lsak, shu qarindoshlarimizdan bir tuproqda, bir rayonda havo edib birlik cho'ng bo'lgan bo'lsa, qarindoshlar, shularga ikki shularniki keyinda yo'l menish bizniki bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatimiz qarindoshlar. Allohga omonat, hammamiz ati bir kunlik ishimizni, vaqtimizni qo'yib, shu qarindoshlarimiz uchun bir kunlik vaqtimizni qo'yaylik va yoki bo'lmasa buningki shu qarindoshlarimiz qutlib bo'lsa, shu qarindoshlarimizning davosini qilaylik qarindoshlar. Allohga omonat.